2021 yili kirgandan buyon Amerika Tashqi ishlar ministri, Kanada va Gollandiya parlamentlari orqama-orqadan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan chekidan oshgan bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlab, muhojiratga Uyg'urlarning milliy mavjudligi bo'lgan andishlariga umid bag'ishlagan edi. Biroq o'xshash mezgilda Uyg'ur elida kuchayotgan Uyg'urlarni xitoylashtirish to'lqini muhojiratga Uyg'urlarga bu qirg'inchilikning aksicha texnik kuchayotganligidek manzarni his qildirmoqda. Bu xil his-tuyg'ular Xitoyning Chag'on bayrami mezgilida Uyg'ur elining har qaysi o'rinlaridan tartilgan sanoqsiz sin va suratli ko'rinishlarning ijtimoiy medialarda ko'plab tarqalishi bilan kuchaygan. Bu sin va suratli ko'rinishlarda Uyg'urlarning Xitoy milliy kiyimlarini kiyishib, uylarga masnaviylarni, panuslarni asqanligi va boshqa turli Xitoy madaniyati aks ettirilgan. Demak, Uyg'urlarning Chag'on bayramini xuddi o'z bayramidek tabriklashi belgilangan bo'lib, Xitoy hukumatı buni Junxo madaniyati o'rtaq gavdasi ideyasini kuchaytirish deb atagan. Uyg'ur tili, ma'rif, hukumat va boshqa xizmat o'rinlarining hammasida cheklanib, xitoychilashtirilishi bilan bir vaqtda Uyg'urlarning Xitoy milliy bayramlarini o'tkazishga zo'rlanishi muhojiratga Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'agan.乡古拉河马镇雅克乌斯当村，我们村里以养殖业和种植业为主，我们主要产业是核桃，我们村欢迎大家来做客。